Bu yerda nima qilib turibsizlar? Nimadir demoqchimisizlar? Akbar xonasidami? O'zi Akbar haqida aytmoqchi edik. Ha, nima bo'ldi? Yana ovqat yemayman deb Hozir ham dadasi qidiryapti. qayerga chiqib ketadi? Nimaga qarab turmadinglar? Biz chalg'ib boshqa ishlar bilan bo'lib qopmizda. Agar unga biror narsa bo'lsa, mendan ko'radiganinglarni ko'rasizlar. Oyi, bo'ldi. O'zini bosing. Akbarni topamiz. Siz uyda qoling, men qidirib kelaman. Qanaqa? Sen birinchidan sog'ayib olishing kerak. Keyin hammasini senga yotig'i bilan tushuntirib beraman. Qanday qo'lga olaman? Qanday tinchlanaman dadasi? Haliyam o'sha Samira bilan bo'lgan voqealarni eslayapman. Senga keyin o'zim hammasi Nega meni aldadingiz? Nega meni aldadingiz? onasi, nega tinchlanmaysan ha? Gaplashamiz deyapman-ku. Biror narsa yeging kelyaptimi? Yo'q. Hech narsa yegim kelmaydi. Haqiqatni bilgim keladi. Samira qaridan oldin hammasidan xabaringiz bo'lgan, a? Shundaymi? Nogironligini bilib turib, Gulday qizimizni o'shanga uzatdingizmi? Qaynonamga ham qoyil qolmayman-da. Sal narsaga asabiylashish qilib, Endi oyim shunaqa. Shuning uchun ham o'ylab gapirish kerak ularga. Fe'llarni o'zgartira olmaydi-yu. o'zi shu uyga biz ko'chib kelishimiz kerak edi-da. Qaynonamni o'zim kuldirib, ko'yinni olib, ko'yliga qarab yurardim mazza qilib. Dunyoga bir boshqacha qarashni o'rgatardim. Qanaqa qarash ekan u? Yaxshilikni ko'ra bilish kerak odam. Endi hamma ham sizga o'xshagan boqi beg'am emas. Bo'pti, men ovqatimni qilib olay. Chalg'ityapsiz ey. Bo'pti, men o'zim Anvarjon bilan mehmonxonada bo'laman. Aytgancha o'zi nima ovqat qilsa, faqat kasallarga ovqat qilmasdan bunday sog'lomlarga ham ovqat qilish. Chekkaroq joydan. Odam ham ko'pmas. Yaxshi. Hattoki qo'ni-qo'shnilari ham bir-birini tanishmaydi. Sherin kelishi bilan kechga qolmasdan ko'chirib yuboramiz. Unday bo'lsa yaxshi. Endi ancha xotirjamman. Ol. Dedim senga. Endi oyi xavotir olyapman-da. Ertaga Ikrom aka hamma sirimizni ochib qo'ysa nima bo'ladi? Shuncha yillik qilgan ishimiz, mehnatlarimiz hammasi bekor bo'ladi. Ozodni qanaqaligini bilaman-ku oyi. Hammasi yaxshi bo'ladi, o'ylama. Ikromdan olmoqchi bo'lgan Olam. Bu xuddi Rahmatli onang pishiradigan oshga o'xshabdi-ku. Osh bo'lsin dada. Bilasanmi? Shifoxonada yotganimda bu haqda juda ham ko'p o'yladim. Aslida onangning o'rnida men bo'lishim kerak edi. Dada, unaqa demang. Urushib qolamiz hozir. Dada, sizga meni qiynalyapti deb kim aytdi? Men o'zim yoqtirgan sohada ishlayapman. Pulimiz ham bor. Siz ishlashingiz shart emas. Siz oldimda sog' salomat bo'lsangiz bo'ldi. Duo qilib tursangiz bo'ldi. O'zimni asal qizim, aqlli qizim. Siz uyda bo'lib turing. Men ham sizlar bilan borsamida, uyda ezilib ketishim aniq. Akbarjondan xavotir olganimdan hamma yog'im titrab ketyapti. Men o'zim qarab kelay. Balki ungacha kimdir Akbarni uyga olib kelar. Shuning uchun shu yerda bo'lganingiz ma'qul. Mayli. Ketadi. Ishtaham ochilib ketdi, bo'la qol. Bir ham besabirsizki, nima shaharda senga quvurlar ochiq yotibdimi? Yaxshi niyat qilsang-chi? Nega unda haligacha topilmayapti? Sendan so'rayapman. Seni vazifang o'zi nima edi? Nogiron erim bilan baxtli hayotimdanmi? Yoki men faqatgina to'yda Shohrxak ukasining o'rniga kuyov bo'lib o'tirgan ekan.
Operatsiyada o'lim holati kuzatilgan bo'lsa kerak. Ikkita uchta mayit bor deyishyapti. O'sha bolani nogiron ekanligini bilgan ekansiz. Bir lahza o'ylang. Bir oila bir necha yillardan beri yuragida ko'tarib yurgan bir sirni kechki ovqat usuyida, shiftning soyasida, devorning bitiklarida saqlashga majbur bo'lsa, bu sir qanday uxlaydi, qanday nafas oladi, qachon bir kuni portlab, hamma narsani ostin-ustun qiladi. Mana shu savolning javobini bugun ushbu seriyamizning eng og'riqli, eng ziddiyatli, eng insoniy qismida birga ko'rib chiqamiz. Chunki bu serial endi oddiy oila qissasi emas, u endi inson qalbining eng chuqur tubiga sayohat. U yerda yolg'on ham, haqiqat ham, muhabbat ham, xiyonat ham bir-biriga chirmashib ketgan. Va bugungi epizodda biz shu chirmashuvning eng og'riqli tugunini ko'ramiz. Avvalo, e'tibor bering. Akbarning ismi serialda behuda tanlanmagan. Akbar so'zi ulug'vorlik, mag'rurlik ma'nosini beradi. Lekin biz Akbarni oddiy, kamtar, o'zini hali ham tinimsiz oqlashga harakat qilayotgan yigit sifatida ko'ramiz. Akbar avtohalokatdan keyin hali o'zini to'liq tiklab ulgurmagan, qo'li jarohatlangan, lekin uyidagilardan biri uning oldiga kelib, "Qani o'rningdan turchi, chap qo'lingni ko'tar", deya imtihon oladi. Bu imtihon oddiy imtihon emas. Bu oilaning butun kelajak chizig'ini belgilab beradigan sinov. Va eng dahshatlisi shundaki, bu sinov Akbar o'zi bilmagan holda uning taftolidan yashirincha o'tkazilyapti. Hamshira Akbar bilan shifokorning ko'ziga qarab, bolakayning ko'tarig'iga "zo'r-ku" deydi. Lekin shu bir lahzada Akbar yonida turgan aka-uka, opa-singil, yana shu xonadondagi har bir odam yurak urishini sekinlashtirib, faqat bitta narsani kutadi. Haqiqat yuzaga chiqmasin. Tomosha cho'zilmasin. Toki ertaga Ikrom akaning ko'zi oldida hammasi mukammal ko'rinarli bo'lsin. E'tibor bering, bugun kechgacha hammasini yopishimiz kerak, deyiladi. Bu jumla oilaning nafasini siqib turgan qo'rqinch bilan to'la. Bu qo'rquv shundaki, oila bir necha yillardan beri Shohruxni Akbarning o'rniga kuyov qilib ko'rsatdi. Haqiqiy kuyov Akbarning nogironligini oiladagilarga aytmadi. To'y oldidan Akbarning yuzi ko'rinmasin deya soxta personaj yaratdi. Va endi ana shu personaj bilan shunday chuqur chirmashib ketganki, uzish qo'l kelsa ham, uzilganda qon to'kiladi. Aynan shu yerda psixologik portlash yuz beradi. Oilada hamma bu sirni biladi. Biladigan odam endi sirni saqlovchi emas, u qatl bo'ladi. Bilgan odam har kuni jim o'tirib bir oilani saqlash uchun yolg'onning ustida yuradi. Shohrux ham, oilaning har bir a'zosi ham shu yolg'onning qurboniga aylanadi. Va bu yolg'onni eng og'ir qilib ko'tarayotgan odam bu Akbar o'zidir. Akbar bu serialning ko'zgusi. U o'zini nogiron, oilasi uchun yuk, hech kimga kerak emas deb his qiladigan yigit. Lekin uning yuragini biladigan ikki kishi bor. Biri dadasi. Dadasi Samirani Akbarning yoniga qaytarish uchun bor aybini, bosh egishini, yalinishini ham qabul qiladi. Bu ota shu paytgacha hech kimga bosh egmaganini aytadi. Lekin o'g'li uchun bugun bosh egishni tanlaydi. Bu sahna serialdagi eng insoniy kadrdir. Ikkinchisi bu Sayyora, ya'ni Samiraning onasi. Onaning yuragi xasta, sog'ligi zaif, lekin uni haqiqat to'lqini urdi. U o'zini avtohalokatda yo'qotib, hushidan ketdi va marketda qizining maxfiy to'yini, shunisi ham nogiron yigitga uzatilganini eshitganida, uning olami larzaga keldi. Bu kasal ayol o'rnidan turib, haqiqatni bilaman, demoqchi bo'ladi. Lekin unga, doktor sizni qo'ymasin, kasalingiz qaytalanishi mumkin, deyishadi. Bu sahna bizga shuni ko'rsatadiki, Samiraning onasi ham bu sirning qurbonidir. U bilmasdan qizini bir kasalga uzatdi. Endi bilib, yana kasal bo'lib yotibdi. Bu sir nafaqat kelajakni, balki sog'likni ham o'ldirmoqda. Eng e'tiborli tafsilotlardan biri bu Akbarning uydan sirli tarzda chiqib ketishi. Akbar uyda yo'qligini Guljamol sezadi. Guljamol kim? U Akbar bilan Samiraga g'amxo'rlik qiladigan, ularni shirin qizim deb chaqiradigan, uyga mehribonlik olib kiradigan ayol. Guljamol oilaning ko'magi, lekin u ham sirning ichida. U ham Akbarni qidiradi,
lekin topolmaydi. Bu sahnada bir narsa ko'zga tashlanadi. Akbar ketgan. Kim bilan ketgan? Boshqa ish nima? Hech kim bilmaydi. Faqat taxminlar bor. Va bu taxminlar bu serialdagi eng kuchli fojiaviy belgidir. Kimdir mashinada olib ketgan, deyiladi. Lekin kim? Bu savolning javobini ko'rsatmaydilar. Chunki serialda hammani yashirincha harakat qilishga majbur qilishgan. Shohrux ham Ikrom aka bilan gaplashganda, bugun kechgacha hammasini yopishimiz kerak, deydi. U ham qo'rqadi. Shohruxning qo'rquvi, bu sir oshkora bo'lsa, Ikrom aka hamma narsani buzadi. Shohrux oilasi yo'q bo'lib ketadi. Uning onasi to'ydan oldin uy ijarasini hal qiladi, kalit qo'lida. Bu harakat nimani anglatadi? Shohrux oilasi yashirincha uy ko'chirib, shaharda yangi hayot boshlashni rejalashtirmoqda. Bu qochish, qo'rquvga asoslangan qochish. Onasi Ozodning masalasini hal qildim deydi. Lekin bu masala nima? Ozod kim? Ozod serialning eng sirli personaji. Uning ismi ozodlik ma'nosini beradi. Lekin u aslida eng kichik, eng zaif, eng kam ko'ringan oila a'zosi. U ham bu sirning og'irligini ko'taradi. Uning onasi uni hech kim tanimaydigan kvartiraga, chetkaroq joyga ko'chirmoqchi. Bu qochish bazaviy. Bu oilaning portlashidan oldin o'zini saqlashga urinish. E'tibor bering. Onasi Ozod qaysar odam. Endi bu yumush qanday bo'ladi, deydi. Lekin bu gapning yangraydigan tomoni shundaki, hali Ozod o'zi bu ko'chishga rozi bo'lganimi yoki yo'q, aniq bilmaymiz. Bu ham bir belgi. Serial bizga shuni ishora qiladiki, oila ichidagi har bir odam o'zining strategiyasini yuritadi. Ko'pchilik bir-birini bilmaydi. Hammasi chalg'itish, aldash, yashirish orqasida harakat qiladi. Shohruxning o'zi nima qilmoqda? U Axbarning oilaviy holatini yashirish uchun shifokor bilan maxfiy bitim tuzgan. Shifokor bola bemorining barvaqt tiklanishini hisobotda yashiradi. Bu tibbiyotga xiyonat. Yana bir tafsilot, ehtimol siz unga e'tibor bermagandirsiz. Serialda Ikrom akani o'ng qo'li degan ibora ishlatiladi. Bu ibora shuni anglatadiki, Ikrom aka bu oilaning bosh qarorchi, hukmdori. Unga hech kim qarshi bora olmaydi. Va shu Ikrom aka oldida hammasi yashil ko'rinarli bo'lishi kerak. Shohrux uchun Ikrom aka bu sinov. Agar Ikrom aka haqiqatni bilib qolsa, Shohrux oilasi tarqab ketadi. Shohrux ham, onasi ham, hatto Akbar ham. Sababi Akbar haqiqiy deyilgan bo'lsa ham, oilaviy an'analar tomonidan u qobiliyatsiz deb hisoblanadi. Shunday ekan, bu ehtimol olijanob oilaning eng katta, eng hurmatli odamining xulosasi serialning yakuniy burilish nuqtasi bo'lishi mumkin. Shifokor Shirin haqida ham alohida to'xtash kerak. U maxfiy tarzda nogiron bolani sog'ayotgan qilib ko'rsatadi. Buni u Axbarning amakivachchasi ehtimol yordamida amalga oshiradi. Shifokor bu serialdagi eng qiyin personaj. U ham yaxshi odam, ham yomon odam emas. U shunchaki oilaning ehtiyojini qondirish uchun tibbiyot chegaralaridan tashqariga chiqadi. Uning maqsadi nima? Ehtimol oilani saqlab qolish, ehtimol oilaning obro'sini saqlash. Lekin bu barchasi uning tibbiy etikasini buzadi va serialning kelgusida eng katta fokuslaridan biri shu yerda bo'lishi mumkin. Shifokor bir kuni rostini aytishi kerak bo'ladi va aynan shu rostgo'ylik oilani yakson qilishi mumkin. Yana bir diqqatga sazovor tafsilot, bu katta oila a'zolarining tinchlikmi deb telefonlashlari. Bu so'z oddiy so'rash emas, bu xabar almashish, o'zaro ko'z tirnoq ko'rishish, bir-birini nazorat qilish. Tinchlikmi desangiz, ha, tinchlik senga ham desangiz, demak hammasi izi bilan. Lekin agar tinchlikmi desangiz-u, javob cho'zilsa, demak muammo bor. Bu serialdagi yashirin kod. Har bir personaj doim tinchlik so'rab boshqariladi. Aytaylik, Guljamol Akbar yo'qligini xabar qiladi. Dadasi tezda tinchlikdan chiqadi. Shuning uchun oilaviy tartib yiqilish arafasida. Eng yaxshi kadrlardan biri bu keksaygan otaning qizi bilan gaplashishi. U qiziga minnatdorlik bildiradi. Onang vafotidan keyin siqilib qolgandim. Sanga e'tibor bera olmadim, deydi. Bu sahna serialga samimiyat olib kiradi. Bu yerda samimiyat va yolg'onning to'qnashuvi bor. Ota samimiy,
lekin u oldinroq o'g'lining nogironligini ham yashirincha saqlagan. Demak, uning samimiyati ham yashirin sir bilan ifloslangan. Endi biz ehtimolliklarni tahlil qilamiz. Qaysi epizodlar yaqin va qaysi burilishlar mantiqan kutiladi? Birinchi ehtimol. Samiraning onasi Sayyora endi to'liq hushida va haqiqatni so'raydi. Uning javobini hech kim aniq bera olmaydi. Dadasi, bular hammasi joyiga tushgandan keyin, iltimos Akbarjonni oldiga qayting, deydi. Lekin Samiraning onasi buni qabul qilmaydi. Uning yuragi xasta, qon bosimi ko'tariladi. Bizning taxminimiz shuki, keyingi epizodlarda Sayyora haqiqatni to'liq eshitgach, yana ag'onlashadi. Bu urinishda oila uni yana kasalxonaga olib boradi. Lekin bu safar Sayyoraning xohishi o'zgaradi. U Samirani meni oldimga qaytaring deydi. Onaning o'zgarishi oilaning asosiy burilishiga sabab bo'lgan bo'ladi. Ikkinchi ehtimol, Akbarning uydan chiqib ketishi tasodif emas. U ehtimol oilasining aldovidan xabar topgan. Kimdir unga haqiqatni aytgan. Ehtimol shu xonadondagi ishonchli odam yoki Akbar o'zi internetdan yoki eshitganidan shubhalanib, o'zicha tekshirishga chiqqan. Keyingi qismlarda Akbar qaytib keladi, lekin u o'zgargan bo'ladi. Uning nigohlari boshqacha bo'ladi. Bu sahna oilaning yana bir portlashiga sabab bo'ladi. Uchinchi ehtimol. Shohrux hali ham ustunlikni saqlashga intiladi. Lekin Ikrom akaning ko'zi oldiga borganda haqiqat so'raladi. Va Shohrux ham, oila ham bir vaqtda yonib yoqiladi. Bu sahna serialdagi eng dramatik epizod bo'lishi mumkin. Ikrom aka shunday odamki, unga hech kim yolg'on aytishga jur'at eta olmaydi. Uning qarshisida hamma titraydi. To'rtinchi ehtimol. Ozod bu serialdagi eng sirli personaj. Uning onasi uni ko'chirib olmoqchi. Lekin qayerga va nima uchun? Ehtimol oilaning sirini Ozod biladi va Ozod oilaviylikdan qochmoqchi. Bu esa oilani yanada zaiflashtiradi. Beshinchi ehtimol. Shifokor Shirinning ustidan shikoyat tushadi. Ehtimol Axbarning amakivachchasi yoki boshqa bir kishi noto'g'ri davolash haqida xabar beradi. Shifokor roshanlik ro'parasida qoladi. U jazolansa, butun sir ham uning ustida buziladi. Bu sahna serialning eng qiyin epizodiga aylanadi. Oltinchi ehtimol. Samiraning o'zi. Hozircha u passiv. Lekin u kamalak kabi. U sekin chidab kelmoqda. Lekin bir kuni u portlaydi. Bir kuni u hamma oldida, oila oldida, dadasi oldida, hatto Shohrux oldida Akbar haqiqatini e'lon qiladi. Men Akbarga turmushga chiqdim. Shohrux mening erim emas edi. Bilib bilmay qildim, lekin endi bilaman. Endi menga rostini ayting, deydi. Bu serialning eng portlashi. Bu portlashdan keyin oila parchalanadi yoki butunlay boshqa ko'rinishga keladi. Yettinchi ehtimol. Akbar o'zi. Akbar sirni bilgach, men shu oilaga kerak emasman, deb o'ylaydi. U oilani tark etadi. Lekin oilasi vahimaga tushadi. Dadasi yana boshini egadi. Dadasi bunday og'ir daqiqada o'g'lini topishga harakat qiladi. Ehtimol, keyingi epizodlarda Akbar va o'rtasida kechirim lahzasi bo'ladi. Bu lahzada Akbar oilasini kechiradi. Lekin bu kechirim og'ir, chuqur, qonli kechirim bo'ladi. Va eng asosiysi, serial bizga shuni ko'rsatadiki, har bir sir o'zining o'rniga kelishi kerak. Yolg'on sayozligida uzoq turib bo'lmaydi. Inson yuragi sig'imini oshiradi oxiri. Sig'imidan oshsa, ikki yo'l bor. Yoki portlaydi, yoki o'zini o'ldiradi. Shohrux oilasi, Akbar oilasi, Samira oilasi, hammasi sig'imidan oshgan oilalar. Va bugun biz ulardan birining sig'imidan oshgan lahzalarini ko'rdik. Shuning uchun ekran oldidagi tomoshabin bir daqiqa to'xtang, o'ylang. Siz ham oilada, siz ham jamiyatda shunday sir saqlovchisizmi? Yoki sir saqlovchisi bo'lgan odamga hamdardmisiz? Agar shunday bo'lsa, bilishingiz kerak. Har bir sir o'zining vaqtida portlaydi va portlashning o'rnida yo kuydirish, yo tozalash bo'ladi. Bu serial bizga shuni o'rgatadi. Sirni saqlash emas, samimiyatni saqlash kerak. Yolg'onni saqlash o'rniga haqiqatni erta aytish kerak. Chunki bugun saqlagan sir ertaga oilani yondiradi
va shu lahza bilan savol tug'iladi. Qaniydi Shohrux oilasi samimiy bo'lsa edi. Qaniydi oila nogiron o'g'liga e'tibor berib, uni haqiqiy er sifatida qabul qilsa edi. Qaniydi Samira Akbar bilan tanishganda unga "Menimcha, sen mening taqdirim ekansan" deb ochiq aytsa edi. Qaniydi oila Samiraning onasini aldab, yuragi xasta ayolni xastalantirmasa edi. Bularning barchasi sodir bo'lmasligi kerak edi. Lekin sodir bo'ldi. Va endi natija nima bo'ladi? Keyingi epizodlarni ehtimol bilan bashorat qilib bo'lmaydi, lekin anglash mumkin. Oilada ikkita kuch bor. Bir tomonda ochiqlik, samimiyat, haqiqat. Ikkinchi tomonda yashirin, aldov, qo'rquv. Hozirgi holatda ikkinchi tomon g'alaba qilmoqda. Lekin birinchi tomon ham asta-sekin kuchaymoqda. Haqiqat sekin, lekin ishonchli. Vaqt o'tgan sari, uzganda, uzoqqa cho'zilgan sari, u yorug'lik tomon intiladi va biz shu serialda shu yorug'likning tug'ilishini ko'ramiz. Balki 2-3 epizod ichida oila yoriladi, parchalanadi, lekin oxiri samimiyat g'alaba qiladi. Balki oila butunlay boshqa yo'lga kiradi. Balki Akbar boshqa oila topadi, samimiy oila. Balki Shohrux jazoladi, tuzaladi, lekin endi oilasi bilan emas. Balki Samira o'z taqdirini boshqacha hal qiladi. Bularning barchasi mumkin. Lekin eng asosiysi shuki, bu serial bizga odam qalbini ochib ko'rsatadi. Va shu qalbda samimiyat ham, yolg'on ham yashaydi. Ularning jangi bizni kelgusida ham aslo qo'ymaydi. Biz shu jangning eng keskin chorrahasida turibmiz. Va endi klassik savol: kim g'alaba qiladi? Yolg'onmi yoki samimiyatmi? Oxirgi epizodlargacha bu javob aytilmaydi. Lekin serial yaratuvchilari bizga imo-ishora qiladilar. Yolg'on bu qisqa muddatli g'alaba, samimiyat bu abadiy g'alaba va biz bilamizki, bu serial oxirida qancha og'ir bo'lsa ham samimiyat g'alaba qiladi. Shuning uchun ekran oldidagi do'stim, keyingi epizodlarda diqqat qiling. Samira o'z ovozini ko'taradimi? Sayyora qizini qaytarib oladimi? Akbar oilasi bilan yuzlashadimi? Shohrux o'zining soxta niqobini yechadimi? Va eng muhimi, shifokor Shirin samimiyatni tanlaydimi yoki yolg'onni davom ettiradimi? Bularning barchasi javobsiz qolmoqda, lekin yuragingizga quloq soling. U yerda javob bor. Ehtimol biz samimiyat yo'lini tanlaymiz. Ehtimol biz o'z oilamizdagi sirni ochamiz. Ehtimol biz aldovchi yoki aldangan bo'lmasdan haqiqatposhsha bo'lamiz. Ehtimol biz shu serial orqali o'zimiz ham o'zgaribmiz. Va mana shu o'zgarish bu serialning eng katta yutug'i. Shu daqiqaning o'zida bir narsa aniq. Bu serial bizni qoldirmaydi. Bu serial bizga o'z qalbimizni ko'rsatadi. Va ko'rsatgan qalbdan chiqib ketadigan yo'l bu samimiyat yo'li. Qani endi shu yo'lga tushsak? Qani endi shu yo'lga birga tushsak? Keyingi epizodda ko'rishguncha. Tomosha davom etadi. Ehtimol siz allaqachon oilangizdagilarning nigohida shu sirning izini ko'rgansiz. Va shu sir portlashini oldini olish uchun siz ham bugun, aynan shu daqiqada oilangiz bilan birga o'tirib, samimiy gaplashishingiz kerak. Chunki yolg'onning muddati tugagan va samimiyatning davri boshlangan.